Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Jackning zakrepchini mashinasi bo'lgan 1900 model haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin like va podpiska knopkasini bosish esingizdan chiqmasin. Qani ketdik. 1900 ni GSK modelida o'zini zavodskiy holatida zakrepka bo'lib chiqadi. Uni qo'shimchasiga korobkaning ichida sizga udobniy bo'lishi uchun, yana qo'shimcha funksiya qilib foydalanish uchun tugma nasatkasi chiqadi. Uni mana bu zakrepkaning nasatkalarini olib tashlab turib tugma qilib qo'shimchasiga foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi bo'lib mashinkamizni ip o'tkazishdan boshlaydigan bo'lsak, mashinkaga ikkita ip qo'yiladi. Bittasi mokiga ip o'rash uchun, ikkinchisi ninaga boradigan ip. Hop, mana tepadan boshlaymiz. Tepadan ip o'tkazamiz. O'tkazganimizdan keyin mana bu yerda mana teshigi bor. Shu. Mana bu yerda mana teshigi bor. Shundan o'tkazib olamiz. Undan o'tkazganimizdan keyin mana bu yerda mana ikkitalik teshikli temiri bor. Bundan aylantirib o'tkazamiz. Bu yoqdan o'tkazib olganimizdan keyin mana bu yerdagi tepadagi tarelkasini orasidan o'tkazib, pastga tushirib, pastki tarelkasini orasidan o'tkazamiz. Keyin mana qora simchasi bor, mana shu qorasini o'tkazib pastga tushiramiz. Pastga tushib, keyin tepaga chiqadi. Mashinkamizning xo'rozida ikkita teshikcha bo'ladi. O'sha ikkita teshikchani bittasidan tugma uchun o'tadigan joyi bor, bittasidan zakrepka uchun o'tadi. Bu nima uchun ikkita qilib qo'ygan? O'zini tugma uchun ipni joyi kelganda bo'shroq kelishi kerak, joyi kelganda qattiq kelishi kerak. Xuddi shunday zakrepkaga ham millimetr joy ham ancha farq qiladi. O'shaning uchun bu yerda ikkita teshikcha qo'yilgan. O'shanizga e'tibor berib o'tkazish kerak. Bu o'rtadagi temirdan o'tkazganimizdan keyin to'g'ri tushirib, mana bu aylanib o'tadigan simidan o'tkazamiz. Mana aylanib o'tgandan keyin mana bu yerdan o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Bundan ham aylanib o'tadi, to'g'ri o'tmaydi. Yoki bo'lmasa tekis tushib qo'ymaydi. Aylantirib ikkinchi teshigidan o'tkazamiz. O'tkazib bo'lganimizdan keyin ninani o'zidan o'tkazamiz. Ninani uzun arochasi o'zimizga qarab turadi, yarim kesik tomoni orqaga qarab turadi. Shunda ipimiz o'zimizdan orqa tarafga qarab o'tkaziladi. O'tkazib oldik. Ana endi mashinkamizni yoqamiz. Hop, mashinkamizni o'ng tomonida mana bu katta plansheti bor, ekrani bor. Mashinkani mana shu ekran orqali polni o'zgartirib sozlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qanday tugmaga o'zgartirish, chokini katta kichik qilish, hammasi mana shu ekran orqali sozlanadi. Hop, birinchi bo'lib mashinka yoqqandan keyin ipini qanaqa qilib o'tkazishni bilmaydiganlar uchun mana bu yerda yashil knopka bor. Shuni bosib turib, mana nina bilan so'roq ip tiqib qo'ygan strelka qilib. Shuni bossak, mana ko'rsatib turibdi ipni qayerdan qanaqa o'tkazish kerakligi haqida. Ipni to'g'ri o'tkazib olganimizdan keyin X ni bosamiz, yana yashilni bosib chiqib ketamiz. Hop, endi mokiga ip o'rashimiz kerak. Mokiga ip qanday o'raymiz deydigan bo'lsak, platforma yurmasin turgan joyda o'ramoqchiman, o'rash kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu mokini rasmi turibdi. O'shani bosamiz. Hop, ana endi mana bu mokiga ipni o'rab, mokni qo'yganimizdan keyin mana bu temirchasini bundoq surib qo'yib, pedalni bir marta bosib qo'yib olamiz. Mokini ipini o'rab bo'lgandan keyin mana mokini o'zining shpulyasi bor. Shpulyasiga qo'yamiz. Qo'ygandan keyin mana to'rtchakka o'xshab mana bu yerdan o'tkazgandan keyin mana bu yerda o'zini ipni chiqazib qo'yish kerak bo'lgan temirchasi bor. Mana shu yerdan o'tkazib qo'yish kerak. Agar bu yoqdan o'tkazib qo'ymasak, bu ip olib keta olmaydi, tikmaydi. O'shaning uchun mana bu yerdan o'tkazib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mokini tepadagi ipchasini o'tkazib oldik. Mana endi buni joyiga qo'yamiz. Mana eshik mokini to'rtchoknikiga o'xshatib turib, mana buni ochib turib, mana bu yerga o'zini joyiga qo'yamiz, chiq etib joyiga tushadi. Mokini qo'yib olganimizdan keyin ana endi ninani ipini o'tkazishimiz kerak. Nima uchun? Boya ninani ipini chiqazib qo'ydik. Mashinka turgan holatda materialsiz tikadigan bo'lsa, chaynab tashlab ip uzishi mumkin, mexanizm qotib qoladi. O'shaning uchun ninani ipini chiqazib qo'yib, o'shana qilib foydalanadi. Endi ninani ipini o'tkazishimiz uchun mana bu yerda mana nina bilan qo'llar rasmi turibdi. Buni bosamiz, labga tushadi. Ip o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. U nima uchun bosish kerak? Ninani ipini o'tkazayotganda ko'pchilik bexosdan pedalga oyoq tegib ketadigan bo'lsa, men bosganda tikib olish mumkin qo'lini. O'shanday holat bo'lmasligi uchun mana shu knopkani bosib qo'ysak, men pedalni qancha bossak ham mashinka tikmaydi, to ipni o'tkazib bo'lmagunimizcha. Xo'p, endi tikish uchun nima qilish kerak? Mana bu undovni bosamiz. Bu yerda aylanib dumaloq qilib qo'ygan. Xo'p, labga ko'tarildi. Buni tikmaydi.
tikish uchun mana bu ko'k knopkani bosamiz, mashinkani rasmi turibdi mana. Ana endi bemalol tikishimiz mumkin bo'ladi. Material olib keldik, pedalni bir marta bosib qo'ya olamiz. Tayyor. Xo'p, ana endi mashinkani tezligini ko'tarib tushirish uchun mana bu yerda mana o'zini ko'rsatib qo'yibdi 3200, bundoq qilsak pasayadi. O'ngga chapga qilib turib. Mana bu zakrepkasini ko'pdagi chiqmoqchi bo'lsangiz, enini, bo'yini o'zgartirish kerak bo'ladigan bo'lsa, mana ko'kni bosib orqaga qaytamiz. Ko'kni bosib orqaga qaytganimizdan keyin mana rasmni ustiga bossak, mana bu yerdan o'zini tayyor shablonlari chiqib keladi. Mana bu yerda mana 1, 2, 3, 4 qilib qo'yibdi. O'shani o'ng tarafda chekkasi necha razmeri yozilgan. Mana bu yerda mana x, y qilib qo'ygan. X o'ng bilan chapga, y ga tepa pastga necha millimetrligi. Xo'p, mana pastga tushiramiz. Shablonlari bor hammasini. O'zi zavodskiy mana tekst qilib ham tikishimiz mumkin. Mana uzunasiga ham tikish mumkin bunda. Xo'p, mana boya aytib o'tganimizdek D qilib ham tikishimiz mumkin bo'ladi. D ni qanaqa holatlarda tikishimiz mumkin, o'shani shablonlari bor, tayyor shabloni. Dumaloq qilib boyagi kepkani tepa qismiga teshichalar qilib tikish uchun mana o'zini ham tayyor shablonlari bor. Bularni yana qo'shimcha o'zgartirishimiz ham mumkin bo'ladi. Kepkani teshigini ochadigani. Xo'p, bunda yana qo'shimchasiga petla qilib ham foydalanishimiz mumkin. Glaskoy petlarni aylantirib tikib berish mumkin. Teshigini xuddi shunday qo'lda ochib olish kerak bo'ladi. Mana bitta rasmini qo'yib qo'yibdi. Keyin boyagi aytib o'tganimizdek, etiketkalar tikkanda ham foydalanadi. Etiketga tikkadigan model alohida. Uni ham xuddi shunaqa mana bu yerda rasmlari bo'ladi. Xo'p, ana endi o'zimiz razmer yaratmoqchi bo'lsak, mana bu yerda bosamiz x, y ga mana bu yerdan raqamlarni kirgizib turib, necha foizligini, misol uchun o'ngga, chapga, tepa pastiga qarab turib, necha foiz tepa x, y ga kirgizib turib, enterni bosib, saqlanib qilib turib foydalanishimiz mumkin bo'ladi. O'zimiz xohlagan razmerda yaratib turib. Xo'p. Bosdik. Bu yerda keyin mana bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Lapkani rasmi turibdi. Bu nima uchun? Agarda mana bu o'zini lapkasi kichkina bo'lib turib, siz katta razmer yaratib qo'ygansiz, bitta pedal bosganingizda tikaman deb turib, mana buningni lapkaga tegib turib sindirib olishi mumkin. O'shanaqa holat bo'lmasligi uchun, mana tekshirish uchun o'zini funksiyasi bor. Mana lapkani rasmini bosdik. Pedal bitta bossak lapka tushadi. Plyusni bosib turib tekshiramiz. Mana bu yerda plyus o'ngga, chapga, tepaga, pastga borib yuradi. Bu qayerga borganini ko'rsatish uchun. Mana bu yerda mana o'ng tomonda mexanizm bor. Mana liniyani ko'tarib tushirish uchun. Buni bosib turib buraymiz. Mana bosib burab tushirib ko'ramiz. Lapkaga tegyaptimi, yo'qmi? Razmer to'g'ri berganmizmi, yo'qmi? O'shani tekshirib turib, liniyani pastga, tepaga tushirib ko'rib, o'sha lapkaga tegyaptimi, yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Oldi, orqa, o'ngga, chapga mana shu lapkaga umuman tegmasligi kerak bo'ladi. Xo'p, ana endi mashinkani ichki parametrlari ham bor mana bu yerda. Mana bu knopkani bosib turadigan bo'lsak, mana bu yerda mana ichki mexanizm parametrlari bor. Bu yerdan nimalar qilinadi? Asosan mexaniklar foydalanadi parametrlarni o'zgartirishga. Siz tikuvchilarga ish davomida zerikmasligi uchun qo'shiq yoki bo'lmasam telefon orqali klip qo'yib qo'yadi. O'sha narsani telefonda emas, mana shu ekran orqali ham qo'yib qo'yishlari mumkin. O'zini mana bu yerda USB ulaydigan joyi bor ekranning yon tomonida. O'sha USB ni qo'yib turib, mana bu yerda bitta bosamiz. Hozir bizda fleshka ulanmagan. Fleshka ulangan bo'lsa chiqib keladi. Faylni bosamiz. Kino ko'rishimiz mumkin, muzika ko'rishimiz mumkin, rasm qo'yib qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. O'sha kerakmi, muzikami, filmmi qilib turib enterni bossak, bu davom etadi. Hozir bu yerda nima fleshka yo'qligi uchun video yo'q deb turibdi, ashibga beryapti. Shuna qilib tikuvchi yana ish davomida zerikmasdan foydalanishi mumkin bo'ladi. X bosamiz, orqaga chiqib ketamiz. Xo'p, keyin mashinkamizda qizilni bosib turib, mana bu yerdan o'zimiz, misol uchun etiketga tikilinadigan yoki bo'lmasam boshqa modellarida chokini elektron formatda buni o'zida chizmasdan turib, tayyor holatda ko'chirishimiz mumkin. O'shanday holatlar fleshkadan ko'chirish uchun mana bu yerdan bosib turib, fleshkani kirgizib turib
ko'chirib olinadi. O'shanaqa holatlarga natda USB joyi bor. O'sha USB dan mashinkaga ko'chirishimiz mumkin bo'ladi. Mashinkamiz ipini o'zi avtomatik tarzda joy zakrepka qilguncha, tugmalar tikkuncha joyiga kelganda avtomatik tarzda legirovka qilishi mumkin, ochib yopishi mumkin. O'shanaqa holat uchun mana bu yerda magnit qo'yilgan. Shu magnit orqali to'g'irlanadi. Mana bu yerda ikkita regulyatori bor. Bu yoqdan ham to'g'irlasa bo'ladi. Mashinkamizning moyi mana bu yerda qora rezinkani ochib turib quyiladi. Mana shu yerga qanaqa quyish kerak, qanaqa moy quyish kerak, qanaqa uровеньda bo'lishi kerak, hammasini mana bu yerda yozib, chizib qo'yibdi. Xitoycha, inglizcha qilib yozilgan. Ushbu videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like va podpiska knopkasini bosish esingizdan chiqmasin. Mashinkamizning narxlari, qo'shimcha ma'lumotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, описаниеda link qoldiramiz. Link orqali o'tib turib, narxlari va batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.